Ivanovskiy birinchi bo'lib viruslarni o'rgangan, to'g'rimi? 1892 yilda Ivanovskiy viruslarni fanga kiritgan. Tamaki mozaikasini Mendereyev fanga kiritgan. Yo'q. Mexanologiya lishayniklarni o'rganadimi? Nafas olish sistemasida videolarga chatishtirishda ikkita organizm ishtirok etadi, to'g'rimi? Oq belgi bu resessiv belgi hisoblanadi. Baliqlarda ko'payish organlari jinsiy va jinsizga bo'linadi, to'g'rimi? To'g'ri. Kurtaklarning ko'payish jinsiz hisoblanadi. To'g'rimi? Dish zagoniya jinsiz ko'payish turi hisoblanadi, to'g'rimi? To'g'ri bo'ladi. Biologiya